Aleyküm assalom qizim. Telefoningizni bir minutga olib tursam bo'ladimi? Telefonim tugab qolgan edi. Mayli qizim, mana. Assalomu alaykum, dada, yaxshimisiz? Kartamga pul tushirib berasizmi? O'qishga zarur bo'lib qoladi. Aha. Tog'a, iltimos telefoningizdan dadamga karta jo'natib olsam maylimi? Mayli, bemalol. Jo'natib oling. Rahmat. Dada, SMS bordimi sizga? 293 47. Rahmat dada, pul tushdi, sog' bo'ling. Ben tushunmasam qizim, mana uni ko'ringchi, bu xabar kelibdi. Bir telefonga tushunmayman, nima xabar keldi ekan, ko'ringchi buni. Ko'ringchi. Tog'ajon, shu dizayn pulga chiqibdi. O'zingiz yechmaganmidingiz? Yo'q, hechqani yo'q edi. Tog'a, birontasiga telefoningizni bermaganmidingiz? Hozirgina bir qizga berdim ha. Bu pensiyalarimni umra safariga to'plab yurgan edim. Attang. Kiber jinoyat xizmati ogohlantiradi. Uyali telefoningizni hech qanday insonlarga ishonib topshirmang. Aks holda siz ham mana shunday holatga tushib qolishingiz mumkin.